Do'stlar, kechagi jangni ko'rdilaringiz, bunga hech qanaqa ortiqcha ta'rif berishni kerak yo'q. Keling, sizlarga men tarixda bo'lgan voqeani aytib beraman. Ikkinchi jahon urushi paytida Rossiyada shunday bir diktator, ya'ni boshlovchi bo'lgan ekanki, ertalab radioda "Говорит Moskva" deb so'zni boshlagan payti askarlarda shunday ko'ksiga ruh bo'lib, jangga sherday turgan ekan. Shu radio boshlovchisini o'ldirish uchun, o'limi uchun, boshi uchun juda katta mukofotlar tikilgan ekan nemislar tomonidan. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Har doim sportda bu ruhiy tayyorgarlik, ya'ni motivatsiya birinchi o'rinda turadi. Hozir aynan motivatsiya Muhitdin Mamajonovga zarur. Do'stlar, o'zbeklar o'zimiz mana shunaqa paytda qo'llab-quvvatlamasak yana qachon qo'llab-quvvatlaymiz? Sportchilarimiz g'alaba qozongan payti, kamar olgan payti O'zbekistonda tayyorladi. O'zini aytib baqirmaydi. Shunday ekan do'stlar, sizlardan iltimos, hozir Muhitdin Mamajonov profiliga o'tamizdagi kommentariyasida chempion deb yozib qoldiramiz. Hammaga rahmat. Agar hammasi bo'lsa yomon, dunyoni